Assalomu alaykum Zamin Moto obunachilari. Barchalaringizga juma tongi muborak bo'lsin. Mana erta tongdan Zamin savdo do'konimizda ishlar avjida. Xudo xolisa mana klientlarimiz yetib kelgan. Klientlarimizga o'zlari tanlagan mahsulotlarini chiroylab tayyorlab berilyapti. Mana shu mahsulotimiz mana 300 kilo, 400 kiloli motorimiz mana Xudo xolisa sotilibdi. Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasiga. Mana Xudo xolisa tayyorlab qilib berilyapti. Akajon yaxshi kunlarga xizmat qilsin, Xudo xolasa. Nech pulga bo'ldi akajon? Nech pulga sotildi? $800 mana akamizga chiroylab 2026-yil. Mana akamlar tillarni mana 2026-yil. Menga tashlasangiz Telegram bor. Mana Qaysi ma'qul bo'lsa, mana akamlar ko'ramiz. 2026-yil mana chiroyli holatda qo'yilgan. Ikkinchi klientlarimizga ham ishlar avjida, Xudo xolasa tayyorlab berilyapti. Kimga shunday materiallar, skuterlar kerak bo'lsa, Zamin savdoga kelaverasizlar. Barcha turdagi motorlar, skuterlar mavjud. Undan tashqari barcha skuterlarga kerakli ehtiyot qismlari mavjud. Akkumulyator deysizmi, qo'shimcha haligi texnik jihatdan zapchastlarida hamma yo'g'i bor. Xo'p, ochiq motorlarimizga ham mana bunday ajoyib tom zontiklarimiz kelgan. Bemalol uстановка qilib o'rnatib beriladi. Oldi faralari bilan ajoyib holatda. Ranglari mavjud. Qora rangi, mokri rangi, ko'k ranglari bor. Manzilimizni yana bir bor tushuntirib o'tamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida Boboshbek savdo kompleksining oldida. Do'konimizning oldida mana bunday ishlab chiqarish mahsulotlari bor. Turli xildagi material mahsulotlari orienter shu. Bemalol kelaverasizlar. Barchalaringizni Zamin savdo do'konida kutib qolamiz.